باغنی باغبانی مشربی نمگانی عشق باغنی باغبانی مشربی نمگانی بیت bittiler rahmani مشربی نمگانی بیت bittiler rahmani مشربی نمگانی Boborahim Mulla Vali o'g'li Mashrab 1640-yilda Namanganda tug'ilgan. Uning tug'ilishi bilan bog'liq turfa rivoyatnoma gaplar yuradi. Emishki, u onasining qornidayoq gapirgan ekan. Hatto bolalik va o'smirlik paytlarida ham egniga kiyim kiymasdan yalang'och yurgan degan gaplar og'izdan og'izga o'tib keladi. Adabiyotda, hayotda katta shov-shuvga sazovor bo'lgan shoir Boborahim Mashrabning hech kimga o'xshamagan ijod yo'li bo'lgani kabi shaxsiy hayoti boshqa biror zotga o'xshamagan xulq-atvorga ega ajib bir olami ham